Sizlar bilan Alif bugun bize nastroyka haqida videomiz. Men shorts videomda aytgandim. 40 ta obunachiga erishsak, men nastroyka beraman degandim. Bolalar videoni ko'rib nastroykalar olishingiz mumkin. Video cho'zilib ketdi, uzr so'rayman. Videoni chiqarishim qiyin bo'lib ketdi. Shuning uchun sizlardan uzr so'rayman. Mana bugun videoni olyapman. Sizlar videoni ko'rib nastroykani mendan ko'chirib olsanglar bo'ladi. Hech qanaqa danat-panatlarsiz ko'chirib olsanglar bo'ladi. Faqat videoga bitta like, bitta obuna bo'lib, kommentariyaga IDlar yozib ketsanglar, men druzyalarni ham olib qo'yaman. Shu bilan videomiz boshlar. Mana men sizlar uchun o'zim yangi nastroyka qildim. Bu o'zimniki. Hech qanaqa YouTuberlarni sotib olinmagan, YouTubedan ko'chirilmagan. O'zim 288 nastroykada o'ynardim. Buni sizlar uchun qildim. To'la ko'rib turganlar nastroyka ko'chatlar yaxshi. Telefonlari tezligiga qarab o'zingizlar telefonlarni ekrani ko'chatlar oson berilishi o'xshamasa bolalar kommentariyaga yozinglar, lokinelar. Bu ham mana o'zim nastroykasi bo'ladi. O'zim yemaydi. Lekin bu nastroyka ko'chat deyishini kafirimiz foiz. Ukalarimni bu nastroykani Yazdırabar kulay Şimdi var Köçüyorsun Kötür olmayacak Ağzıyla korkturgan ederdik Nasıl köçürüyorsunla bola Komentariya yazışlar mümkün Full headshot değmeyapti deysizlar Full headshot deyse sizi cheater deb o'ylashadi или akkauntingizga full headshot foydali emas. Hozir biz niyatini chiqaraveradi. Biz boshdan kiramiz. Videoga like bosib, obuna bo'linglar. Kommentariyaga idlar yozib qoldinglar. Men hozirlarga nastroykani ko'rsatib chiqaman. Hop, mana sizlarga aytgan nastroykam. Bemalol videoni pauza qilib ko'chirib olsanglar ham bo'ladi. Hop, bo'ldi. Sizlar otadigan narsani hech qachon tepaga qo'yib olmanglar. Doim mana shu pastda tursa, hechotinglarga oson ko'tariladi. Like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmang. Xudo xolasa bundan zo'r videolar chiqarishga harakat qilaman. Hammaga xayr do'stlar.